Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana yana to'y va marosimlar uchun chiqariladigan prokat stol stullarimiz tayyor bo'ldi. Bu stol stullarimiz kasbli mijozimizga 2 kishilik 25 komplektdagi to'y va marosimlar uchun chiqariladigan stol stullarni tayyorlab berdik. Sizlarga hozir buni obzor qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Xon taxtasi yig'iladigan bo'ladi. Razmerlari 75 bo'ladi. Eni uzunligi 1,5 metr bo'ladi. Yig'iladigan bo'ladi tag qismlari. Xo'p. Stolini o'rindig'iga keladigan bo'lsak, o'rindiqlari mana ko'rib turibsizlar, 2-2 profildan bo'lgan. Mana 2-2 profil. Bu yerlari profil qilingan. Materiallar gulli fason, tag qismlari mana boltka eka, taxta faner. Mana bunaqa joylariga mana plastmassa qo'yilgan. O'sha ovoz chiqmasligi uchun ko'rib turibsizlar. Xo'p. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni 8 taliga 1,300,000 so'm chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, yerdan tepagacha yig'ilgan holati, tikka holatda turibdi. Mana shunaqa taxlab beramiz. Mana 2 hissa turibdi. Hozir sizlarga buni ana xon taxtasining yig'ilish jarayonini ko'rsatamiz. Mana shunaqa oshiq-moshiq mana shunaqa joyi bo'ladi. Mana yig'ildi. Yig'ilganda bu 10 sm ni tashkil qiladi. Mashinalarga ham olib ketishga qulay. Endi ochib ko'rsatamiz. Mana osongina. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, kimga mana shunaqangi to'y va marosimlar uchun chiqariladigan prokat stol stullarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyorlay beramiz. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Manzillarimiz Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri aeroport yo'lida. Pastda raqam qoldiramiz. Shu raqamlarga bog'lansanglar, chiroyli narxda tayyorlab yetkazib beramiz. Bizda bundan tashqari har xil turdagi temir stol stullarimiz ham bor. Oshxona, choyxona, restoran, kafelar uchun. Sizlar aytsanglar, xohlagan dizayndagi stol stullarni tayyorlab beraveramiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.